Rahmat To'jona. Hammaga assalomu alaykum. Bugun Baxmallik onamiz bellarida, oyoqlarida og'riq bilan kelgandilar, xudo xolasa. Bugun oxirgi kunlar. Bitta duo eshitamiz endi, qani bizni xizmatimizdan mamnun bo'lsalar. Allohga shukr. Qandaysiz ona? Yaxshiman, Allohga shukr, yaxshiman. Bellarim, oyoqlarim og'rib kelgan edim. Shu Asl Nur klinikasi ochilgandan beri shu yerga men klientman. Har 6 oyda tezroq o'qilaversa 4 oyda ham kelaveraman. Bu yerda jonkuyar doktorlarning Bekzatjon, Sherzatjon doktorlarning jonkuyarliklari, mehnatsevarliklari yoqadi. Shuning uchun keldim mana. Ularning hamisha iqbollari baland bo'lsin. Bilimlari bundan da ziyod bo'lsin. Rizqlari farovon bo'lsin, tanijonlari sog' bo'lsin. Shu fursatdan foydalanib jamiki shu Asl Nur ishladi anavda xodimlarini yangi yil bayramlari bilan samimiy qutlayman. Ro'zg'orlariga tinchlik, totuvlik bo'lsin. Bu yildan keyin yangi yilda ham sog' salomat o'ynab kulib kutib olsin. Sog' salomat yuring sizlar, omon bo'lsizlar. Hamisha sog' salomat elning xizmatida charchamaysizlar. Katta rahmat To'jona.